o'zlari balki xalqimizga ham o'zlarining manfaatli xizmatlarini havola etayotgan bugun studiyamizda mehmonimiz bor va ular bilan tanishamiz. Albatta. Yulduzxon Sa'dullayeva o'zlarini uzoq yillik faoliyati bilan tajribalari bilan o'rtoqlashadilar bugun va endi trikotaj mahsulotlar deymizda, aslida bu mahsulotlarni siz faoliyat yuritadigan turni bu har bitta inson men foydalanmayman degan insonning o'zi bo'lmasa kerak. Yo'q. Bu albatta. Shak shubhasiz biz xohlaymizmi, yo'qmi bu mahsulotlarga aynan kiyimlarga murojaat qilamiz. Albatta. Xo'sh, aynan bu tanlov kimdan chiqdi? Tashabbus kimdan? Avvalambor o'zimdan. Sharoitimizdan kelib chiqib, har bitta ayol albatta uy bekasi ham bo'lishi kerak va shunday bir hunarli o'zini shaxsiy rivojlantirishi kerak. Shaxsiy rivojlanishi kerak, hunariga qarab, o'zi qo'lidan keladigan ishga qarab, oldinga qadam tashlash kerak. Nafaqat o'zi nima qilmasdan, boshqalarga ham o'rgatish, hunarli qilish va oilaviy daromadini ham qoplash uchun, har bitta ayol uchun. Shuning uchun o'zim oldindan nima qilganman, o'zim yoshligimda qiziqqanman, keyin hayot davom etyapti. Nimadan, majburiyatlardan kelib chiqqan holda kichkina tadbirkorlikdan boshlab hozir kattalashdi. Birinchi ishlab chiqargan mahsulotingiz qaysi bo'lgan? Nima ishlab chiqargansiz? Oldin ishlab chiqarish bo'lmagan. Oldin mahalliy nimaga qarab, talabga qarab, birinchi ishlagan mahsulotingiz qaysi biri bo'lgan? Olib qaraydigan bo'lsam, maktab 9-sinf vaqtimda shunday forma tikkanmiz. Forma. Maktab libosi. Maktab formasini tikkanmiz. Birinchi maoshim desam ham bo'ladi shuni. Demak, birinchi sarmoyani o'sha maktab libosini tikish orqali kiritgansiz o'zingizga. Necha yoshingizda boshlagan bo'lasiz shunda? 9-sinf. 9-sinf paytingizda. Bu juda yaxshi. Juda yaxshi. Shunda tajribangiz necha yil bo'ladi, Yulduzxon? 20 yildan oshgan. 20 yildan oshgan. Juda yaxshi. Endi yillar oshgani sayin inson o'z ustida ishlab, o'zini aynan faoliyatini yanada mukammallashtirib boradi. Bugungi kunda faoliyatingiz anchayin mukammallashib, kengaygan bo'lsa kerak nazarimda. Kengaygan. Shogirdlar ham bormi? Ha, albatta. Hozirgi kunda nechta ayolni ish bilan ta'minlagansiz? Hozirgi kunda oldin kichkina atelyem bo'lgan. Unda 5 nafar ishchi bilan ishlaganman. Keyin hozirgi vaqtda 35 nafar ayolni ish bilan ta'minlaganmiz. Juda katta gap. Bu degani 35 ta xonadonga moddiy tomondan o'zini ta'minlashiga hissangizni qo'shyapsiz degani. Aynan mana shu trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarish, aynan ularni tikish va sotish borasidagi talab, takliflar kimdan chiqqan? Endi bu Akramjon Hoji Akbar xususiy oilaviy nima qilingan, tashkil qilingan. Biz chet eldan, asosan chet eldan shartnoma asosida buyurtmalar qabul qilib va uni topshiramiz. Juda yaxshi. Demak, chet elga eksport qilasiz. Eksport bo'ladi. Juda yaxshi. Bu ichki bozorni ham ta'minlaydimi? Faqat asosan eksport bilan cheklanib qolyapsiz. Eksportmi? Ha, ichki bozorni ham albatta talabga qarab, endi hozir rivojlanyapmiz, yana ishchi o'rinlar ochganmiz, yana kengaymoqdamiz, shuning uchun. Qarang, Yulduzxonda aynan mana shu dastgohlar bilan ishlashda insonning malaka ko'nikmasi ham talab etiladi, chunki yildan yilga yangi dastgohlar chiqqani sayin o'sha dastgohni ishlash faoliyatini o'rganish uchun inson baribir o'zini bilim ko'nikmasini yanada oshirish kerak, mukammallashtirish kerak. Bu boradagi ishlar qanday bo'lyapti? O'zingizni bilim ko'nikmalaringizni oshirish va ishchilarning bilim ko'nikmalarini oshirish. Albatta izlanyapmiz. Har bitta yangi chiqqan texnika bilan oldin o'zlarimiz o'rganamiz, o'qiymiz, nima qilib ishlatib ko'ramiz va keyin ishchilarga ko'rsatib, ularga qanday ishlatilishi va ehtiyot choralarini o'rgatib boryapmiz. Talab hozirgi kunda qaysi mahsulotlarga ko'proq bo'lmoqda? Hozirgi kunda asosan shu
kiyim ayollar va erkaklar kiyimlari, futbolkalar ham. Juda yaxshi va ko'rinishlari ham juda ham chiroyli. Hozir mana nafaqat biz, balki teletomoshabinlarimiz ham ushbu jarayonda, hozir biz suhbat jarayonimizda ko'rib guvohiga aylanishdi. Ranglarni tanlash va aynan o'sha eksport borasidagi faoliyat davomida, masalan, qaysi mamlakatga eksport qilinishiga qarab ranglar tanlanadimi yoki o'zlaringizning xohishlaringiz bilanmi bu narsa? Albatta, mijozni talablari birinchi o'zlarining talablari bo'ladi. Hozir bizda hamma rangdan bo'lyapti. Endi hozir kamroq nima qilganman, olib kelganman. Hamma qanday rang bo'lsa, hamma rangdan ishlab chiqarganmiz. Juda yaxshi. Va albatta sifat birinchi o'rinda turishi kerak har bir mahsulotni ishlab chiqarganda. Xo'sh, sifat nazoratini tekshirish borasida kimlar sizga balki oila a'zolaringiz, balki yaqinlaringiz mana shu bunisi bunday bo'pti, bunisi bunday bo'pti deb tanbehlar, dakkilar berib turadigan yoki maslahatlar berib turadiganlar bormi? Albatta, hamma ishda ham kamchiliklar bo'ladi oldin. Talab nimaga qarab kamchiliklarimizni to'g'rilab kelyapmiz. Albatta, o'zimni yaqin insonim bor. Ismlarini aytaman desam, Intizor opam bor. Ular ikkalamiz birgalikda maslahatlashib, kamchiligim bo'lsa, albatta to'ldirib kelyaptilar. Rahbarim desam ham bo'ladi, lekin birga nazoratchi desam ham bo'ladi. Nazoratchi desam ham bo'ladi. Qattiq-qo'l, albatta menga qaraganda ishchilar bilan yaxshi ishlaydi. Juda mas'uliyatli, hech qachon nima qilmaydi, o'z vaqtida hammani nazoratida. O'sha intizom bo'lgan joydagina rivojlanish bo'ladi-da. Xo'p, endi rejalar haqida ham gaplashsak. Xo'p, kelajakdagi rejalar qanday? Ish o'rinlarini ko'paytirish niyat bormi? Albatta. Yana yangi dastgohlar olyapmiz, nimamizni kengaytiryapmiz, tekstilimizni. Bu qachonga rejalashtirilgan? Bu tez kunlarda. Tez kunlarda. Aynan 2025-yilning oxiriga qadar. Oxiriga ham, ertaga ham, indinga ham tez kunga, tez, bu juda tez. 100 nafarga hozir ishchi o'rin tayyor qilganmiz. 35 nafardan 100 nafarga qarang, bu deyarli 3 barobar. Kattaroq. 50 nafar ayol ham ishlatganman. Bu yozda bo'lgan, kanikul paytida o'quvchilar maktabni tugatgan paytida, masalan 11-sinfni tugatganlar 3 oy ishlab, hozir institutlarga, oliygohlarga kirishgan sababli hozir 35 nafar bo'lib ishlashyapti. Demak, ishchilarni sonini ko'paytirish rejada bor. Bu yilga rejada bor. Katta muvaffaqiyatlar tilaymiz. Bu rejalaringiz albatta amalga oshsin. Siz kabi tadbirkorlarning ko'pligi albatta bu bizni va vohadoshlarimizni, yurtdoshlarimizni juda ham xursand qiladi. Kasbiy faoliyatingizda omad, muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Kuch-quvvat sizga hamroh bo'lsin. Salomat bo'ling. Albatta. Biz esa dasturning lavhalar taqdimoti bilan davom ettiramiz. Qadrli yurtdoshlar, bizda yana bitta lavha bor. Lavhani tomosha qilganimizdan keyin yana suhbat jarayonlari bor bizda. Bizdan uzoqlashmaysiz. Marhamat.